Yanchar quyon qamoqda 20-qism. Tushunmadim. Sizlar suvga nima balo soldinglar? Nimaga sasiyapti? Boshliq, suv juda ham toza edi. Ha, u kristaldek toza edi. Agar shunchalik toza bo'lsa, unda mana bu nima? Boshliq, bu sovun qoldiqlari bo'lsa kerak. Ha, biz tog'orini to'ldirayotganimizda u kristaldek toza suv edi. Va ko'pik ketib, shortik va bo'q ko'rindi. Juda yaxshi. Sizlarcha u juda ham toza bo'lsa, unda bir qultumdan ichinglarchi? Kuvalda, biz sizga hech qachon bunday narsa qilmaymiz. O'zingiz ham bilasiz-ku. Ha, qarang, uni rangi ko'k. Bu faqat 72-kameradagilarga tegishli. Biz bu ishni qilganlarni javobgarlikka tortamiz. Keyin ular ikkinchi marta bu yerga kelib, shortiklarini ham, hattoki tahorat ham qila olmaydilar. Sizlar tushunyapsizlarmi? Men bu suvda cho'mildim. Agar bu haqida kimdir bilsa, men sharmanda bo'laman. Bu ish haqida hech kim bilmaydi, uchovimizdan boshqa. Siz hech ham xavotirlanmang. Ha, men juda ham xotirjamman. Bordiki, bu haqida kimdir bilsa, ikkovingizni ham dafn qilaman. Boz, biz o'z jonimizga qasd qilishni xohlamaymiz, biz yashashni xohlaymiz. Juda yaxshi. Endi mana bu shortikni olib borib, paxanni yuziga otdinglar. Meni esa jangga tayyorlanish vaqtim keldi. Uchovlon ketganidan keyin Yanchar quyon yanada panikaga tushib boshladi. Voy bilin, nimalar qilib qo'ydim. O'zim sharmanda bo'lganim yetmagandek, butun kamerani obro'sini to'kdim. Paxan meni endi rostdan ham o'ldiradi. Men hech qachon bunday yomon ahvolga tushmagan edim. Nima qilishim kerak-a? Nima qilishim kerak? Shu payt nachalnik qamoqxona xodimlariga buyruq bermoqda. Topshirig'imni eshitinglar. Jang boshlanishidan oldin sizlarning vazifangiz hamma mahbuslarni arenaga olib borasizlar. Bosh joy qolmasligi kerak. Javobgarlik bo'yningizda. Bu ish talabalarni majburan tadbirga olib borishdan osonroq. Yanchar quyon hali ham qo'rquvda. Menga bir yaxshiroq reja kerak. Kameraga qayta olmayman. Kameraga qaysam, o'zimni o'limimni tanlagan bo'laman. Qamoqxonadan esa qochib bo'lmaydi. Juda qattiq qo'riqlanadi. Bitta ichim qolyapti. Karserga boraman. Yanchar quyon nachalnikni yaxshilab tepdi. Voy senima hasharot. Yigitlar, uni karserga borib tiqinglar. Aqli kirmagunicha chiqarmanglar. Shu payt Kuvaldaning yigitlari Paxandan hisob so'rashga kelishdi. Paxan, bu nimasi? Nimaga biz tarafga chala yuvilgan shortiklaringni tashlab kelyapsizlar? Bu qanaqa kelishuv bo'ldi?